Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 25-iyun 2025-yil Asaka tuman Farovon MFYda hududida joylashgan mikrokredit bank hamkorligida tashkil etilgan Farovon konturiga yetib keldik. Ushbu konturda 10 gektarli maydonda 51 fuqaro ishtirokida Zamin tomorqa 202 MChJ bilan hamkorlikda 51 fuqaro ishtirokida tarvuz mahsulotini ekib yetishtirishda rejalashtirilgan. Ushbu konturimiz 29-28 kontur bo'lib, qator mahsulotlarda hozirda tarvuz mahsuloti asosiy hosili yig'ishtirib olingan. Tepa tomonlari endi har bir tepa tomonlari qurigan holatda. Ushbu konturimizni gektar hisobida 40 million 50 million daromadni tashkil qiladi 10 gektarli maydonimiz. Ushbu konturimizni yon atroflari terazor bilan, ro'parasi ham terazor, atrofi ham terazor. Orqa tomoni yo'l qatnov qismiga tutashgan holatda. Ushbu konturimiz hosillari yig'ishtirib olindi. Endi kelgusi 10-15 kundan keyin yuqori daromadli hosil mahsulotlar ekishda rejalashtirilgan. Endi ikkinchi ekin turiga moslashtiriladi, tayyorlov, haydov jarayonlari bo'ladi. Hosillar to'liq yig'ishtirib olindi hozir. Keyingi bosqichimiz mahsulotlar yerda tayyorlash bo'ladi. Hozir endi mahsulotlar kichkina so'nggi hosillari kelgan holatda yig'ishtirib olinmoqda.